Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Kommunal to'lov bekor qilindi. Prezident buyrug'i chiqdi. Endi svet, gaz, suvga pul to'lanmaydi degan gaplar tarqalmoqda. Bu ma'lumot har bir xonadon, har bir ijarachi, har bir pensioner, har bir tadbirkor uchun muhim. Chunki noto'g'ri tushuncha sabab kimdir qarzga botib qolishi, kimdir ortiqcha pul to'lashi. Kimdir esa qonuniy imtiyozdan foydalanmay qolishi mumkin. Shu videoni oxirigacha ko'ring, chunki men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Aslida nima bekor bo'lmoqda, kimlar to'lamasligi mumkin, kimlar baribir to'lashi shart. Qaysi holatda hisob-kitob qayta ko'rib chiqiladi. Qaysi holatda esa bekor qilindi degan gap sizni chalg'itishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilish oilaviy byudjetingizni asraydi. Men avvalo eng muhim narsani aniq qilib aytaman. Kommunal xizmatlarning hammasi hammaga birdek bekor qilindi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Odatda bunday xabarlar tarqalganda odamlar endi elektrga ham, gazga ham, suvga ham, chiqindiga ham pul to'lamas ekanmiz deb o'ylab qoladi. Aslida kommunal xizmat degani xizmatning o'zi. Elektr energiyasi yetkazib beriladi. Tabiiy gaz beriladi, ichimlik suv keladi, kanalizatsiya ishlaydi, chiqindi olib ketiladi, issiqlik ta'minoti ko'rsatiladi. Bu xizmatlar xarajat talab qiladi. Shuning uchun ularning to'lov butunlay yo'q bo'lib ketishi odatda umumiy tartibda bo'lmaydi. Lekin nima o'zgarishi mumkin? Birinchidan, ayrim toifadagi fuqarolar uchun imtiyoz, subsidiya yoki kompensatsiya berilishi mumkin. Ikkinchidan, ayrim noqonuniy hisoblangan qarzlar, penya yoki qo'shimcha to'lovlar bekor qilinishi mumkin. Uchinchidan, hisoblagich noto'g'ri ishlagan, xizmat ko'rsatilmagan, quvurda avariya bo'lgan. Xonadonda odam yashamagan yoki hisob-kitob noto'g'ri chiqarilgan bo'lsa, to'lov qayta hisoblanishi mumkin. To'rtinchidan, davlat rahbari topshirig'i bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga kommunal xarajatlarni yengillashtirish bo'yicha choralar ko'rilishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'p odamlar kommunal tashkilotdan kelgan kvitansiyani ko'radi. Unda summa yozilgan bo'ladi. Keyin hech nimani tekshirmasdan to'laydi. Ba'zida qarz qayerdan chiqqanini ham bilmaydi. Masalan, odam 3 oy uyda bo'lmagan, lekin suv bo'yicha katta summa yozilgan. Yoki gaz hisoblagich ko'rsatkichlari vaqtida kiritilmagan, keyin o'rtacha me'yor bo'yicha katta hisob kelgan. Yoki elektr bo'yicha eski qarz yangi shaxsiy hisob raqamiga ko'chib o'tgan. Mana shunday vaziyatlarda menga qarz yozishdi. Demak, to'lashim shart deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. Hozir nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shundaki, aholining kommunal to'lovlari bo'yicha shaffoflik, adolatli hisob-kitob va ijtimoiy himoya masalasiga e'tibor kuchaydi. Ya'ni fuqarodan haqiqatda olgan xizmati uchun qonuniy tarif asosida to'g'ri hisoblangan summa talab qilinishi kerak. Agar to'lov asossiz bo'lsa, uni bekor qilish yoki qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Men aynan mana shu nuqtani sizga batafsil ochib beraman. Birinchi navbatda kommunal to'lov deganda bir nechta alohida yo'nalish borligini bilish kerak. Elektr alohida, gaz alohida, suv alohida, issiqlik alohida, chiqindi alohida hisoblanadi. Bitta xizmat bo'yicha imtiyoz berilgani ikkinchisiga avtomatik o'tmaydi. Masalan, siz gaz bo'yicha kompensatsiya olsangiz, bu elektr to'lovingiz ham 0 bo'ladi degani emas. Yoki suv hisoblagichingiz noto'g'ri ishlagani uchun suv to'lovi qayta hisoblangan bo'lsa, chiqindi xizmat ham bekor bo'ladi degani emas. Kimlar eng ko'p e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari yoki ijtimoiy himoya reyestriga kirgan oilalar, kam ta'minlangan xonadonlar, ko'p bolali oilalar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ko'p imtiyozlar aynan ijtimoiy mezonlarga qarab beriladi. Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, lekin ro'yxatda bo'lmasangiz, tizim sizni avtomatik tanimasligi mumkin. Shuning uchun menga hech narsa berishmadi deb o'tirish emas, o'zingiz murojaat qilishingiz kerak. Masalan, bir oilani olaylik. Xonadonda 5 kishi yashaydi. Ota vaqtincha ishsiz, ona uyda bolalarga qaraydi. 2 farzand maktabda, 1 farzand bog'chada. Qishda gaz va elektr xarajati oshadi. Oyga elektr uchun 1040 ming so'm, gaz uchun 220 ming so'm, suv uchun 60 ming so'm, chiqindi uchun 25 ming so'm chiqdi, jami birikmasin 5 ming so'm. Agar bu oila kam ta'minlangan sifatida tan olingan bo'lsa, ayrim davrlarda ularga kompensatsiya yoki yordam mexanizmi qo'llanishi mumkin. Lekin ular ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, tizimda oddiy iste'molchi sifatida ko'rinadi.
va to'lovlar to'liq hisoblanadi. Ikkinchi misol, yolg'iz yashaydigan pensioner ayol bor. U har oy elektrga 7000 so'm, gazga 9000 so'm, suvga 4000 so'm to'laydi. Bir oy kelib kvitantsiyada birdaniga 600 so'm qarz chiqdi. U qo'rqib ketadi va qarindoshidan qarz olib to'lamoqchi bo'ladi. Lekin tekshirilsa, hisoblash ko'rsatkichlari noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Masalan, 1,2 o'rniga 1,2 kiritilgan bo'lsa, farq juda katta bo'ladi. Mana shunday holatda qarzni ko'rgan zahoti to'lab yuborish shart emas. Avval dalil talab qilish, hisob kitobni solishtirish va qayta hisoblash uchun ariza berish kerak. Uchinchi misol, ijarada yashayotgan talaba yoki yosh oila. Uy egasi kommunal to'lovlar juda ko'p chiqdi, hammasini siz to'laysiz deydi. Lekin ijarachi o'sha uyga endi kirgan bo'lishi mumkin. Eski qarz esa oldingi yashovchilardan qolgan bo'ladi. Bunday holatda ijarachi faqat o'zi yashagan davr uchun kelishuvda ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha javobgar bo'ladi. Albatta, bu masala ijara shartnomasiga bog'liq. Agar shartnoma bo'lmasa, nizo ko'payadi. Shuning uchun men har doim aytaman, ijaraga kirayotganda elektr, gaz, suv hisoblagich ko'rsatkichlarini suratga oling, sana bilan yozib qo'ying, uy egasi bilan Telegram yoki SMS orqali tasdiqlang. Bu keyin sizni katta qarzdan saqlaydi. To'rtinchi misol, tadbirkor kichik do'kon ochgan. U o'ylaydi, aholiga yangilik bo'lsa, menga ham tegishli. Yo'q, bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Aholi tarifi va yuridik shaxs tarifi bir xil emas. Tadbirkorlik obyekti uchun elektr, gaz yoki suv iste'moli boshqa tartibda hisoblanishi mumkin. Agar siz yashash xonadonida kichik ishlab chiqarish qilsangiz, masalan, tikuv sexi, non pishirish, muzlatgichli savdo, doimiy elektr uskunalar ishlatsa, kommunal tashkilot buni maishiy iste'mol emas, tijoriy iste'mol sifatida ko'rishi mumkin. Bunda qo'shimcha hisob kitob chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun bekor qilindi degan umumiy gapga ishonib, biznes xarajatlarini to'lamay qo'yish juda xavfli. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz hisoblagich bo'yicha muntazam to'lab kelayotgan bo'lsangiz, qarzingiz bo'lmasa, kvitantsiyadagi raqamlar mos bo'lsa, ijtimoiy imtiyozga da'vo qilmasangiz, siz uchun asosiy vazifa oddiy to'lovlarni vaqtida rasmiy ilovalar yoki bank orqali amalga oshirish, cheklarni saqlash. Bunday holatda vahima qilishga hojat yo'q. Lekin baribir har oy shaxsiy kabinet tekshirish foydali, chunki texnik xatolar ham bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. To'lov bekor qilindi va qarz muzlatildi bir xil narsa emas. Qarz muzlatilsa, bu vaqtincha undirilmaydi degani bo'lishi mumkin. Lekin keyin yana hisobga tushishi ehtimoli bor. To'lov bekor qilinsa, demak u asossiz deb topilib, hisobdan chiqarilishi mumkin. Shuning uchun sizga telefon qilib, qarzingiz bekor bo'ldi deysa, og'zak gapga ishonmang. Shaxsiy kabinetda ko'ring, rasmiy ma'lumotnoma oling, arizangizga yozma javob talab qiling. Ikkinchi nozik jihat. Penya masalasi. Ba'zi holatlarda asosiy qarz turadi. Faqat jarima yoki penya qayta ko'rilishi mumkin. Masalan, 1 million so'm asosiy qarz va 200 ming so'm penya bo'lsa, siz hammasi bekor bo'ldi deb o'ylab qolmang. Ehtimol, faqat 200 ming so'm penya olib tashlanadi. 1 million so'm esa baribir to'lanadi. Aksincha, agar asosiy qarz xato hisoblangan bo'lsa, penya ham qayta hisoblanishi kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat hisoblagich yo'qligi. Hisoblagich bo'lmasa, ko'pincha me'yor bo'yicha hisoblanadi. Me'yor esa real iste'moldan ko'proq chiqishi mumkin. Masalan, 2 kishi yashaydi, lekin ro'yxatda 5 kishi turadi. Suv me'yor bo'yicha 5 kishiga hisoblanib ketsa, summa oshadi. Bunday holatda yashovchilar soni vaqtincha boshqa joyda yashash, ro'yxatdan o'tganlar va amalda yashayotganlar bo'yicha hujjatlar muhim bo'ladi. Lekin har bir xizmatda tartib alohida bo'lishi mumkin. Shuning uchun kommunal korxonaga ariza bilan murojaat qilish kerak. To'rtinchi nozik jihat, uyda hech kim yashamagan davr. Ko'pchilik men uyda bo'lmadim, demak to'lamayman deydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Agar hisoblagich bo'lsa va iste'mol nol bo'lsa, albatta bu ko'rinadi. Lekin ayrim xizmatlarda abonent to'lovi, umumiy xizmat chiqindi olib ketish kabi majburiy to'lovlar bo'lishi mumkin. Masalan, kvartirada yashamasangiz ham ko'p qavatli uyda umumiy hududni yoritish, lift, umumiy mulkka xizmat ko'rsatish kabi xarajatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun uyda yashamadim degan gap bilan barcha to'lov avtomatik bekor bo'lmaydi. 5-nozik jihat, noqonuniy ulanish yoki plombaning buzilishi. Agar hisoblagich plombasi shikastlangan bo'lsa, simga noqonuniy ulanish aniqlansa, gaz quvuriga ruxsatsiz o'zgartirish kiritilgan bo'lsa, bu juda jiddiy masala.
Bunday holatda katta miqdorda qayta hisob-kitob, jarima yoki hatto huquqiy javobgarlik bo'lishi mumkin. Men tomoshabinlarga ochiq aytaman. Hamma narsa bekor bo'ldi degan gapga ishonib, noqonuniy ulanishga urinmang. Bu nafaqat cho'ntakka zarar, balki hayot uchun ham xavf. Ayniqsa gaz bilan bog'liq ishlarda mutaxassissiz hech narsa qilish mumkin emas. 6-nozik jihat: eski qarzning yangiga o'tishi. Uy sotib olayotganda ko'pchilik faqat kadastr va narxga qaraydi. Lekin elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik bo'yicha qarzlarni tekshirmaydi. Keyin uyga kirgach shaxsiy hisobda katta qarz chiqadi. Huquqiy jihatdan qarz kimga tegishli? Qaysi davr uchun, shartnomada qanday yozilgan? Bular muhim. Shuning uchun uy sotib olishdan oldin har bir kommunal tashkilotdan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot oling. Notariusdan oldin bu ishni qilish eng to'g'ri yo'l. 7-nozik jihat: ijtimoiy tarmoqlarda soxta xabarlar. Prezident buyrug'i bilan bugundan kommunal to'lov yo'q. Shu havolaga kiring, kompensatsiya oling. Pasport ma'lumotini yuboring. Qarzingiz o'chiriladi degan xabarlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon bank kartangiz paroli, SMS kod, pasport nusxasi va karta raqamingizni noma'lum odamlarga yubormang. Rasmiy ma'lumotni faqat hukumat portallari, vazirliklar, hokimlik, kommunal tashkilotlarning rasmiy kanallari yoki My.gov.uz kabi manbalardan tekshiring. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar sizga kommunal to'lov bo'yicha katta summa kelgan bo'lsa, birinchi qadam: vahima qilmang va darhol to'lab yubormang. Avval qaysi xizmat bo'yicha qarz chiqqanini aniqlang. Elektrmi, gazmi, suvmi, issiqlikmi yoki chiqindimi? Har birining shaxsiy hisob raqami, davri va hisoblash usuli bor. Ikkinchi qadam: hisoblagich ko'rsatkichlarini tekshiring. Hozirgi ko'rsatkichni suratga oling. Surat aniq bo'lsin, raqamlar ko'rinsin. Iloji bo'lsa telefoningizdagi sana va vaqt saqlanib qolsin. Oldingi oy kvitansiyasidagi ko'rsatkich bilan solishtiring. Agar farq mantiqsiz bo'lsa, masalan, odatda oyga 1,5 kilovolt elektr ishlatsangiz, birdaniga 1000 kilovolt chiqsa, bu tekshirish talab qiladi. 3-qadam: to'lov tarixini yig'ing. Bank ilovasi, payme, klik, uzum, bank kassasi yoki pochta orqali to'lagan bo'lsangiz, cheklarni toping. Ko'p odamlar men to'laganman deydi, lekin dalil ko'rsata olmaydi. Chek bo'lmasa bankdan operatsiya tarixini oling. Elektron chek ham dalil bo'lishi mumkin. 4-qadam: kommunal tashkilotga yozma ariza bering. Og'zaki borib kelish yetarli emas. Arizada shunday yozish mumkin: mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha falon davr uchun hisoblangan qarzdorlik e'tirozim bor. Hisob kitobni qayta tekshirishingizni, hisoblagich ko'rsatkichlarini solishtirishingizni, qarzdorlik yuzaga kelgan davr va asosini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, kadastr yoki ijara shartnomasi nusxasi, hisoblagich rasmi, to'lov cheklari, oldingi kvitansiyalarni ilova qiling. 5-qadam: agar siz imtiyozga haqli bo'lsangiz, mahalla yoki ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Sizdan odatda pasport, oila tarkibi haqida ma'lumot, daromadlar to'g'risida ma'lumot, nogironlik guvohnomasi, pensiya ma'lumotnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar so'ralishi mumkin. Har bir hududda tartib va talab farq qilishi mumkin. Shuning uchun aniq ro'yxatni mahalladan yoki rasmiy idoradan oling. 6-qadam: uyda amalda yashovchilar soni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, buni tuzating. Masalan, farzandingiz boshqa shaharda o'qiydi, turmush o'rtog'ingiz xorijda ishlaydi. Lekin me'yor bo'yicha hamma uyda yashayotgandek hisoblanayotgan bo'lishi mumkin. Bunda o'qish joyidan ma'lumotnoma, vaqtincha ro'yxat, mehnat shartnomasi, migratsiya ma'lumotlari yoki boshqa dalillar kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam: javobdan norozi bo'lsangiz, yug'ori tashkilotga yoki iste'molchi huquqlarini himoya qiluvchi organlarga murojaat qiling. Arizangizning nusxasi, qabul qilingan sanasi, javob xati, chek va suratlarni saqlang. Agar hamma narsa hujjat bilan bo'lsa, sizning pozitsiyangiz kuchli bo'ladi. Telefon orqali kelib keting degan gaplar bilan cheklanib qolmang, yozma iz qoldiring. 8-qadam: kelajakda bunday muammoga tushmaslik uchun har oy bir kunda hisoblagichlarni suratga oling. Masalan, har oyning 25 sanasi elektr, gaz va suv ko'rsatkichini rasmga oling, alohida papkada saqlang. To'lov qilgach, chekni o'chirmang. Uy sotib olayotganda yoki ijaraga kirayotganda boshlang'ich ko'rsatkichlarni yozib qo'ying. Bu juda oddiy odat, lekin katta nizolardan saqlaydi. Men yana bir muhim maslahat beraman. Kommunal xodim kelib tekshiruv o'tkazsa, uning xizmat guvohnomasini so'rang. Dalolatnoma tuzilsa, o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar dalolatnomada siz rozi bo'lmagan holat yozilgan bo'lsa,
e'tirozim bor deb yozib qo'ying. Imzo qo'yishdan oldin suratga oling. Chunki keyin aynan o'sha dalolatnoma asosida katta summa hisoblanishi mumkin. Demak, azizlar, kommunal to'lov bekor qilindi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Hamma uchun hamma kommunal xizmatlar butunlay bepul bo'lib qoldi degani emas. Asl masala shundaki, asossiz hisoblangan to'lovlar, noto'g'ri qarzlar, ayrim penya va qo'shimcha hisob-kitoblar qayta ko'rilishi mumkin. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar esa tegishli tartibda imtiyoz, subsidiya yoki yordam olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Mening tavsiyam oddiy: kvitansiyani tekshiring, hisoblagichni suratga oling, cheklar va hujjatlarni saqlang. Asossiz qarz bo'lsa yozma ariza bering. Imtiyozga haqli bo'lsangiz mahalla va ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Og'zaki gaplarga, ijtimoiy tarmoqlardagi shov-shuvli xabarlarga va noma'lum havolalarga ishonmang. Faqat rasmiy manba, yozma javob va hujjat asosida ish qiling. Sizning hududingizda kommunal to'lovlar bo'yicha qanday muammo bor? Qarz noto'g'ri yozilganmi? Imtiyoz ola olmadingizmi? Hisoblash bo'yicha nizomi? Fikringizni izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri maslahat bir oilani ortiqcha xarajatdan saqlab qolishi mumkin.